Zamonaviy davlatda hozirgi kunda Kissinger degan odam bor, Amerikani tashqi ishlari, ichki ishlarida muhim odam. Shu odamning gapi bor. Amerikaning kuchi degan ikkita narsaga suyanadi. Amerika kuchli davlat. Nimaga kuchli desanglar degan ikkita prinsipimiz bor degan. Birinchisi degan, ichkaridagi xoinni topsak o'ldiramiz degan. Bizdan chiqadigan xoin bo'lsa, unga hayot yo'q, o'ldiramiz degan. Tashqarida agar xoinlarni topib olsak, olib ishlatamiz degan. O'shaning uchun masalan O'zbekistonda bir sobiq deputat ayol eriga xiyonat qilib, videoda qo'lga tushsa, Amerika uni himoya qiladi. Nimaga? Eriga xiyonat qildimi, ularga xizmat qiladi. Xoin ularga kerak, tashqi xoinlar kerak. O'zida bittasi xiyonat qilib qolsa, masalan bitta prezidentini nomzodini qo'ygan kuni xotini boshqa xotin bilan bo'lgan aloqasini oshkor qildi. Nomzodni olib tashlashdi. Nimaga? Oilasiga xiyonat qilgan odam prezident bo'la olmaydi. Tashqari xoinlar foydalanishadi. Xoinga keskin munosabat bildirilmaguncha davlat kuchli bo'lmaydi, ichkaridan chiqaveradi.